Assalomu alaykum. Yurtimiz va jahonda sodir bo'layotgan xabar va tafsilotlar bilan efirda Fresh News informatsion dasturi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Endilikda 90 kun chet elda bo'lib qaytgan fuqarolar majburiy OIF tekshiruvdan o'tkaziladi. Bolgariya prezidenti Mustaqillik monumenti poyiga gul qo'ydi. Nursulton Ro'ziboyevning jang sanasi va raqibi ma'lum bo'ldi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. Mustaqillik monumenti davlatimiz ozodligi va barqarorligi ramzidir. Unda xalqimizning ko'p asrlik davlatchilik tarixi, buyuk alloma va jahongir bobolarimiz siymolari aks etgan. Monumentning eng yuqori qismida Humo qushi tasvirlangan. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan rasmiy tashrif bilan mamlakatimizda bo'lib turgan Bolgariya Respublikasi prezidenti Rumen Radev Yangi O'zbekiston bog'iga tashrif buyurdi. Oliy martabali mehmonga O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov hamrohlik qildi. Bolgariya yetakchisi Mustaqillik monumenti poyiga gul qo'ydi. Tashrifning asosiy tadbirlari bugun 10-iyun kuni bo'lib o'tadi. Tashrif dasturiga muvofiq ikki mamlakat yetakchilarining muzokaralari, rasmiy va ishbilarmonlik tadbirlari o'tkazilishi, qator ikki tomonlama bitimlar imzolanishi rejalashtirilgan. Endilikda 90 kun chet elda bo'lib qaytgan fuqarolar majburiy OIF tekshiruvidan o'tkaziladi. Mazkur qonun loyihasi Milliy tiklanish partiyasining yig'ilishida ko'rib chiqildi. Ma'lum qilinishicha, ushbu qonun loyihasi bilan uzluksiz 90 kun va undan ortiq muddatda chet elda bo'lib qaytgan 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolari, shuningdek, mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun mamlakatimizga kirib kelayotgan xorijliklarni majburiy OIF tekshiruvidan o'tkazish tartibi belgilanmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yili xorijda bo'lib qaytgan 1,7 million fuqaroning 434 mingi, ya'ni 25% ixtiyoriy OIF tekshiruvidan o'tgan va ularning 1512 nafaridan ushbu kasallik aniqlangan. Qonunchilikda bu borada majburiy tibbiy ko'rik bo'lmagani uchun aksariyat fuqarolar tekshiruvdan o'tmayapti. Ma'lumki, shu kunlarda poytaxtimiz 4-Toshkent xalqaro investitsiya forumiga mezbonlik qilmoqda. Forum doirasida investitsion salohiyatimizni namoyish qiluvchi ko'rgazma ilk bor Yangi O'zbekiston bog'iga tutash hududda, ya'ni SAEX Uzbekistan xalqaro ko'rgazmalar markazida bo'lib o'tmoqda. Yana bir e'tiborli tomoni 31 mamlakatdan tashrif buyurgan 114 nafar akkreditatsiyadan o'tgan jurnalist va media mutaxassislari ushbu ko'rgazmani xalqaro miqyosda keng yoritmoqda. Ular orasida dunyoning yetakchi ommaviy axborot vositalari vakillari ham bor. Ko'rgazmada mahalliy yirik kompaniyalar xalqaro investorlarga o'z imkoniyatlarini namoyish etmoqda. Yurtimizda imtiyozli kreditlar olib, o'z tadbirkorlik faoliyatini boshlagan yoshlarimiz soni tobora ortib bormoqda. Bunda ularga prezidentimizning joriy yil 14 fevraldagi yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish va bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori dasturi amal bo'lib xizmat qilmoqda. Qahramonimiz Javlonbek Karimov ham o'z imkoniyatlaridan foydalana olgan, ishning ko'zini biladigan yoshlarimizdan. U yoshlar banki orqali imtiyozli kredit olib, tadbirkorlik faoliyatini boshladi va 2 nafar yoshni ish bilan ta'minladi. O'zbekistonlik aralash jang san'ati ustasi 31 yoshli Nursulton Ro'ziboyev 16 avgust kuni AQShning Chikago shahrida bo'lib o'tadigan UFC 319 turniri doirasida oktagonga ko'tariladi. Ro'ziboyevning raqibi amerikalik Brian Battle bo'ladi. 30 yoshli Battle UFC'da 2021-yil 28 avgustdan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirgacha u promotionda 7 ta g'alaba, 1 ta mag'lubiyat va 1 ta NC natijalarini qayd etgan. U so'nggi jangini 2021-yil 7-dekabrda Randy Brownga qarshi o'tkazgan va hakamlarning yakdil qaroriga ko'ra g'alaba qozongan. Oldinroq ommaviy axborot vositalarida Nursulton Ro'ziboyev UFC 319 doirasida polshalik Mixail Alekseychukka qarshi maydonga chiqishi haqida xabarlar tarqalgan edi, ammo bu ma'lumot rasmiy tasdiqdan o'tmadi. Manchester City yulduzi Bernardo Silva faoliyatini Saudiya Arabistoni professional ligasida davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Food Mercato nashrining ma'lum qilishicha, Al Hilol rahbariyati 30 yoshli hujumkor futbolchiga taklif yubordi. Manbaga ko'ra, saudiyaliklar bir necha oydan beri portugaliyalik futbolchining o'yinlarini jiddiy tarzda kuzatib kelmoqda. Shaharliklar yozgi transferlar davrida bu yulduzni ham qo'yib yuborishga tayyor. Chunki bosh murabbiy Josep Guardiola tarkibni yoshartirish siyosatiga jiddiy e'tibor qaratmoqda. 2017-yil
yildan beri Manchester Cityda to'p tepib kelayotgan Silva yakunlangan mavsumda barcha turnirlarda 49 ta uchrashuv o'tkazib, o'z hisobiga 5 ta gol va 4 ta assist yozdirib qo'ydi. Uning amaldagi shartnomasi tugashiga yana 1 yil bor. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizdan uzoqlashmang. Oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.